Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi. Bitta yordam so'rasam bo'ladimi sizdan? Pul berib turalasizmi? Yo'q, pulim yo'q. Va uyga qanday ketaman endi? 3 oydan beri sheri tashqini ishlatib turibdi, birov qo'lda oylikni bermadi-da, yangi yilga uyga bozorlik qilib ketaman dedim, Qashqadaryoga ketib turibdi. Shunga hozirroq pul berib turing deb so'radim, yordam qilib turing deb. Aldamayapsizmi? Nima degansiz? Prosta hozir oson pul topish yo'l qilib, yomon maqsadlarda ichib, chekib yurganlar ko'pda. Yo'q, unday maqsadda emas, to'g'risi men uyga bozor qilib ketaman dedim-da, oylikni bermadi-da, Alloh pulimni beraman deb ishlatib pulimni bermadi-da. Nechta kerak? 200 ming ketadi. 200 ming? Ha. Berasizmi? Yetadimi? Jita. Rostdan berdi 200 ming. Aniq yetadimi? Jitadi. Mana sizga yana 100 ming. Rozi bo'lib berasizmi? Otingiz kim? Guli ismi. Guli, pulingizni qanday qaytarib beraman? Qaytarib berishi shart emas, ota-onangiz duo qilib qo'ysinlar. Duo qilib qo'ysa, meni otim Abzalbek, men blogerman-da, mana bu yerda kamera bor. Shuni qo'lingizni ko'tarib qo'ying. Biz sotsial eksperiment olayotganimda, men kiyimingizga qarab pul bermasangiz kerak deb o'yladim men, to'g'risi. Siz blogersiz shunda. Mana pulingiz. Men bu pulni qarang, sizni kamerangiz yoki o'zim yaxshi ko'rsatish uchun qilmadim. Odamgarchilikdan yaxshilik qoladi, yaxshilik qilib beruvdim. Lekin hech qachon odamni kiyimiga, yuziga qarab baho bermang. Odamni har xil bo'ladi.